Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana biz blogni boshlaganimga 3 yil bo'lgan bo'lsa, shu 3 yil mobaynida Qashqadaryoga kelganimda aynan shu G'uzorga kelaman. G'uzorda Parda bobo tandirlari bor. Eng zo'ri nomer 1. Toshkentdan bir ikkita bolalar bilan tortishib qoldimda, Qashqadaryodan Surxondaryoniki zo'r deydi, deb qo'ydim. Men aytaman, Qashqadaryoda eng zo'ri G'uzorniki deyman. Men telefon nomer qo'yib qo'yaman. Agar siz Toshkentdanmisiz, Andijonmi, farqi yo'q. Xola voha, xola vodi. Qaysi viloyatdan qo'yishdan qat'iy nazar. Shuni zakaz berasiz. 1 kilodan 1 tonnagacha libboy zakazingizni jo'natib berasiz. Yaqinda qayerga jo'natdingiz aka? Yaqinda shu Misr ketdi. Misrga, Amerikaga, xohlagan joyingizga dunyo bo'ylab jo'natadi. Haqiqatan ham go'shtning mazasiga, ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Mana Hasan akam shu yerda yurgizadi. O'zi tochkasi boshqa yerda, kichikroq tochkasi ham bor. O'sha yerda yeb yurardi. Endi ham katta joy ochdi mana. Chiroyli parda bor. Kelaversa, pastda, tepada shunaqa shinam xonalar bor. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Xona sharoitlar. Bundan tashqari yana necha xil ovqat qo'shdingiz? 15-20 xilga. Bugun yana bitta tovuqdan zo'r narsa tayyorlash. Nomi nima dedingiz? Tabaka. Tabakani, lekin turi boshqa ustini ko'rsangiz, qip-qizil jo'jachaga o'xshab ketadi. Mazasi gap yo'q. Lekin kelinglar, Qashqadaryoliklar, G'uzorliklar, shu Qashqadaryoni Qarshi, mana shu yo'lda o'tayotganda Surxondaryoliklar bemalol kelib mashat qilib keturasizlar. Yana bitta gap aytaman, iltimos. Quyidagi qo'yilgan nomerlarga telefon qilib, "Shavkat Zulfiqor siz oldingizga kelib ketibdi. Telefon nomerini berib yuboring" deb yurmang. Bu akamda mening nomerim yo'q. Lichkasiga o'tib yozib yurmanglar. Hammanglarni yaxshi ko'ramiz.